Qo'ltig'ingiz hidlanyaptimi? Odamlar orasida yurishga uyalyapsizmi? Unda hozirgi videoni oxirigacha ko'ring. Videoda sabablari va yechimi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Yoz kelishi bilan ko'pchilikda terlash problemasi boshlanadi. Tabiiyki, biz o'ylaymiz, terlasak biz hidlanamiz. Yo'q, aslan olganda ter hech qanaqa hidga ega bo'lmaydi. Qachonki ter va bizni terimiz ustidagi bakteriyalar to'qnashganda hid paydo bo'ladi. Hidlanishga bir nechta omillar sabab bo'ladi. Birinchisi bakteriyalar, ikkinchisi organizmdagi o'zgarishlar, ya'ni gormonal o'zgarishlar, uchinchisi to'g'ri ovqatlanmaslik, to'rtinchisi gigiyenik qoidalarga rioya qilmaslik va oxirgisi bu kasalliklardir. Birinchidan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, buni yechim bormi o'zi? Albatta yechimi bor. Birinchi, bakteriyalar bilan to'g'ri kurashishni o'rganishimiz kerak. Ikkinchisi, albatta gormonal tarafdan gormonlarimizni doimo tekshirtirib yurishimiz kerak. Uchinchisi, to'g'ri ovqatlanishga e'tibor qaratishimiz kerak. Har kuni kamida 2,5 litr suv ichishimiz kerak. Va to'rtinchisi, bu eng muhimi, tanamizni, terimizni toza, ozoda qilib, yaxshilab yuvib, tuklardan xalos bo'lib yurishimiz kerak. Chunki bakteriyalar namlikni yaxshi ko'radi. Qachonki biz tuklarni olmasak, u yerda terlash va namlik paydo bo'ladi. Terimizning yuzasidagi bakteriyalar namlikni yopishib olib, keyin hid keltirib chiqaradi. Va oxirgisi bu teri kasalliklaridir. Bularga yechim nima qilsak bo'ladi? Albatta, bularni yuqorida aytib o'tgan 4 ta etapga yaxshilab e'tibor qaratamiz, rioya qilamiz. Agarda shularga ham rioya qilganimizdan keyin bizda hidlanish yo'qolmasa, ana unda biz shifokorga murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni endokrinolog yoki dermatolog ko'rikka borib, bu problemadan xalos bo'lishimiz mumkin. Videoni shu problemasi bor o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.